Şengel muhakeme vatandaş biz yukarıda görüp ettik hazır. Xitayda siyaset özgürlüğü buluvatıdır yani. Hükümet tarafından hazır teklif berilip mesela teklif bergüç kişi Wang Qishan degen kişi iken o devletten muavin reisi aynı vakti reis Xi Jinping ile hemkarlaşıp hıyanetçi çirikleşken emeldarlar. Ameliyette reis Xi Jinping siyasi düşman bulalaydıqallar. Siyasi rakip bulalaydıqalların tazılığan edip şu hizmetleri tüpeyle asasa kanunda bunda kaide bulmuş mu? Allah kaçan bir karar vazife icra kılıp boğan Wang Qishan yoki onun yaş Kur'an'ı Allah kaçan tuş bolgan Wang Qishan'ni reis Xi Jinping Mao reislikni ta'sis qilib onu şu hizmeti elip kalgan kaldırıp koygan edi. Bugün endi Wang Qishan o'tirg'i chiqib Merkezi Komitetining siyasi büro a'zolariga taklif yezib kengaytirilgan yig'in jiddiy yig'in chaqirishni qaror qildi. Buni Shanghai Yangguang televiziyasi mudiriyatidan e'lon qildi. Hong Kongda e'lon qilingan xabarlarning ko'pi rostchil bo'lib keldi hozirgacha. Endi lekin bu taqib dalillanmagan deyildi. Biroq hozir tor betlarda mayli Jiang Xinjining tor betida bo'lsin, mayli Jiang Lining nazar tor betida bo'lsin, hammasining tor betida mushu gaplar takrorlanyapti. Buni biz mushu nuqtada tushunamiz. Masalan, kengaytirilgan yig'in. Endi muhimi reis Xi Jinping vazifa o'tishi kerakmi yo'q? Onun vazifesiga baho, o'ltirgan hokimiyat beşe turgan mezgillarda qilgan etkenleriga, mesela onun tövpüsü ve hatalığı severliklerine baho berishimiz kerak debdi. Baho bergandan keyin bu kishilar kengaytirilgan yig'inda Xi Jinpingni elib tashladilar. Elib tashlashning o'zi hozir bu Jungo Kompartiyasining ixtiyoridagi ishlar emas. Demek başta virus ve iqtisod meselesi debdi. Demek iqtisod meselesini mag'lub bo'ldingiz. Virus meselesini mag'lub bo'ldingiz. Amerika bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarda va savdo munosabatlarda mag'lub bo'ldingiz. Bu mag'lubiyatning hammasi reis Xi Jinping keltirib chiqadi. Deyilsa, vazifasidan elib tashlansa, bu Jungo'da bir qatamlaq yumshoq shaklli siyosiy o'zgarish bo'lib hisoblanadi vatandoshlar. Bir yani bir gap o'tirg'i chiqdi axborot erkinligi. Ikkinchisi qisqa muddatlik muqimlik uchun fuqarolarning negizlik huquqlari bu Uyg'uriston qartildi, mustamlik Uyg'uristonga. Gerçi Xitoy ismini shundoq elishga jur'at qila olmasa-mu, qisqa muddatlik muqimlik uchun fuqarolarning negizlik huquqini qurbon qilish. Ikkinchisi axborot erkinligi masalasi. Bu intayin muhim masala. Demek reis Xi Jinpingni elib etish yenidan sekreter yoki yenidan reis tayinlash qatorida Jungo'da siyosatda zo'r o'zgarish bo'landi qandoq. Biz oxirida 19 mi 17 masalani ko'rib chiqdik. Shu narsangizda bo'lsinki, bu masalalar Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo Xalq Cumhuriyati hukumat diplomatik munosabat o'rnatgan kundan boshlab Amerika tarafdan ta'kidlanib kelayotgan masalalar. Mesela Suudi'ye itibar berish degani kishilik huquqni Suudiga chetib qo'ymaslik yoki kishilik huquq masalasi Suudi munosabatlaridan ayirib etish. Shundaqla Jungo hukumatiga tashabbus qilish, taklif berish, uchrashish, aktiv aloqada bo'lish, jamiyatni demokratiyalashtirish. Endi yaqinda bir sizlarga 19-18-yil ko'rib o'tdik, qurilma xarakterli islohot. Dal mush islohotning hammasi hozir umumiy yig'in kengaytirilgan yig'inda qarab chiqiladigan bu taklif bo'yicha siyosiy byuroning yig'inda qarab chiqiladigan mushlarning hammasi bu qatamda savdo kelishimi imzolagan vaqtida qurilma xarakterli o'zgarishda bir jumlaga yig'in chaqlagan Amerika Qo'shma Shtatlari yuqorqi sohalarda o'zgarish bo'lishini talab qiladi, umid qiladi. Bugun siz reis Xi Jinpingga taklif berib, siz siyosiy byuroning yig'inini ochadi ekansiz. Bunu yumsaq şekilli siyasi özgürlükleri kendi şunu kaçan kılalayısız. Bırak hazır tor betleri keneydi. Tor betleri hazır bir-birini talaş tartış kılıp bunu muhakeme kılıvatlı. Siz biz sonuyla Xitay demokratları. Şununla karganda bu rast bolsa demek siyasi özgürlük. Endi yalgan bolsa bu başka bir haber. Bırak vaziyet yüzünüz görüp durursunuz. Virüs iqtisodning chekinişi, başta Li Yiping dedi, açlık qahatchiligi,
Bu yetkili de hazır bunun çünkü bardashlık veremeydi dedi. Bırak özden hakimiyetini müstehkemleş mümkündür. O münatayın. Bırak vaziyet müşekkelinde siyasi bir onu. Kenayetliğe kaçan etçiledi.